Assalomu alaykum do'stlar. Xullas bugun sizlar bilan Roninni, ya'ni DJI Roninni yig'ishni o'rganamiz. Xullas bu hozirgi markamiz DJI RS, ya'ni Ronin S4 Pro Roninni. Bu oxirgi markalardan biri hisoblanadi, lekin hozirda 2026-yil, hozir may oyida olayotgan bo'lsak, bundan keyingi avlod ya'ni chiqqan 5 Pro chiqqan, 5 chiqqan. Roninlarni o'zingizlar bilasizlar, bu har yili chiqaverib o'zgaraveradi. Masalan, yangi avlodi ham chiqdi, mini Roninlari chiqdi. Lekin men sizlarga tavsiya beraman, asosan Prolarni ishlatinglar, chunki Prolar o'zi vazn jihatdan juda ko'proq vazn ko'taradi. Masalan, men bu Sony S3 bo'lsa, 24-105 obyektiv bilan ishlatadigan bo'lsanglar, buni agarda DJI Miniga taqsanglar, buni vazn jihatdan ko'tara olmaydi. Ko'pincha motorlar qiynalib, Roninlarni buzib qo'yishinglarga olib keladi oxir oqibatda. Xullas, sizlarga tavsiya beradigan narsam, masalan 4 Pro, masalan 5 Pro deydi, yo 3 Pro deydi, 2 Pro, iloji boricha Pro Ronin olinglar. Masalan, S'lar, birinchi Roninlarni bilsanglar, M bo'lardi, Ronin S bo'lardi. Ularni ham mini yokida Ronin S Cast deganlari bo'ladi. Ularni olishni men maslahat bermayman. Iloji boricha Pro Ronin olganinglar yaxshi, chunki Pro Ronin sizlarga uzoq yil xizmat qiladi. Hozir sizlar qanaqa Ronin olsanglar ham yoki arendaga olib ishlatsanglar ham iloji boricha Pro olishga harakat qilinglar. Xullas, bugun sizlar bilan biz Ronin S4 Pro ni yig'ishni o'rganamiz. U farqi yo'q. Hammasi 4 bo'ladimi, 5 bo'ladimi, hammasi bir xil nastroyka qilinadi. Ya'ni bir xil kalibrovka qilib nastroykalarni to'g'rilanadi. Xullas, ketdik. Bizda birinchi mana bu yoqdan boshlasak bo'ladi. Bu tegidagi oyog'i, bu noshkasi mana shunday ochiladi. Bu yerda mana bu joyi bo'ladi. Ya'ni bu qotiriladigan, bu yoqqa qotirasiz. Mana bu batareykasi. Batareykasiga qotirasizlar. Mahkam qotirganini ham bilinglar, endi jamini burashinglar shart emas. Bir marta burganinglarda mahkam bo'lsa bo'lish, chunki bu yoqdan ushlaganinglarda agar u sal bo'shroq bo'lib qoladigan bo'lsa, chiqib ketishi mumkin. Bu sizlarni xavfsizliginglar uchun juda ham muhim, chunki buni ustida arzon kamera turmaydi, o'zingizlar ham bilasizlar. Bundan keyin buni bu batareyka bo'lgandan keyin asosiy mexanizm bu yoqda. Bu yoqda faqatgina batareyka bo'ladi. Mana bu yoqda zaryad oladigan joyi, hammasi bunda batareyka joylashgan bo'lsa, asosiy motorlar, miya bunda joylashgan. Buni bu yoqqa ulaysizlar, iloji boricha bu yoqda suv tekkizmanglar. Qanaqadir ochiq qoladigan bo'lsa, bu yoqda batareyka bo'ladi. Shu joyiga saqlaganinglarda quruqroq saqlaylar. Buni qotiramiz, mana o'zi ko'ryapsizlar, sariqroq qotadi va mana bu yerda noshkasi bor. Agar masalan sizlarga qotmayotgan bo'lsa, mana bunisini mana buni bu yoqqa chiqarsanglar, mana bu yoqda ko'rsanglar, mana bu yoqda qulf ochilgan bo'ldi. O'sha bunda sizlar yechishinglar mumkin. Mana bosiladi va yechiladi. Mana qotirishda ham mana o'zi tushib oladi. Tushgandan keyin mana bunisini burab qo'yasizlar. Chunki bu agar bo'sh qotirilgan bo'lsa, bilib ko'ringlar, sizlar syomka paytida buni bo'shalib ketdi va bu kamera shundan so'ng tushib ketadi. Bu boshqa hech narsa ushlamaydi. Faqatgina mana shuni qotirilgan paytda buni oxirigacha qotirsanglar, bu lokka tushadi. Ya'ni bu joyda mana buni ichida o'zini qulflaydigan moslamasi bo'ladi va shu bilan bu qaytib chiqib ketmaydi. Shuning uchun ham bu pastga qarab, chunki sizlar ushlaganinglarda ham mana bunaqa ushlaysizlar. Mana bunaqa ushlab ishlatasizlar. Shu baribir agar shu narsa pastga emas, tepaga qarab bo'lganda yechilishi yoki pastga bossanglar yechilishi bo'lganda bu yechilib ketishi mumkin bo'ladi. Bu juda oson yechilib ketadigan bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha ehtiyotkorlik bilan ishlatasizlar. Endi buni noshkasini ochamiz. Noshkasini ochib o'rnatib olamiz. Mana shu holatda qotirilgan bo'ladi. Balki sizlarda qanaqadir boshqacha ko'rinishi bo'lishi, mana bunaqa bo'lishi mumkin. Yo mana bunaqa holatda turgan bo'lishi mumkin. Buni endi sizlar xuddi mana agar bu holatda bo'lsa, mana shu holatiga keltirib olasiz. Mana buning uchun mana bu yoqda o'zini motorlari bor. Bunda qaranglar. Bu Roninda o'zi 3 ta motordan tashkil topgan. Qaranglar, mana bitta pan motor, keyin bu yoqda ikkinchi roll motori bor, keyin mana tilt motor. Bu roll pan roll tilt nima? Bu birinchisi gorizontal bo'ylab bundoq harakat qiladi. Ikkinchisi bu motor faqat bunaqasiga javob beradi, bunaqa burilishiga, va bunisi esa tepadagiga javob beradi. Demak, bizda faqat Roninimizda 3 ta motordan tashkil topgan. Bu yoqda va bu yoqda va bu yoqda. Shunday qilib, endi buni yig'ish jarayonini boshlaymiz. Endi bizga mana kamera qotiriladiganning tepasi mana. Buni sizlar qanaqa qotirasizlar? Men buni tepaga qilib, mana bu yoqda o'zini moslama qulflanadigan joylari bor. Mana qaranglar, o'zi ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yoqqa qarasanglar ochiq bo'ladi, bu yoqqa qarasanglar qulflangan bo'ladi. Ochiq holda qo'yasizlar va men buni o'sha tarafini bu yoqqa qilib seli bo'ldi, o'sha qotadi va bu yoqdan qulflab qo'yasizlar.
Endi buni ustiga kamera qotirib olasizlar. Kamera qotirib olishinglar uchun mana bunaqa moslanatsiyasi bo'ladi, mana. Kamerani tagidan qotirsanglar bo'ladi, mana. Buni bunaqasiga qotirib olasizlar bo'ladi. Qotirib olsanglar bo'ladi. Hozir biza YouTube'ning syomka qilish uchun, ya'ni gorizontal syomka qilishimiz uchun Ronin nastroyga qilamiz. Xullas buni qotirib olamiz. Buni ham qotirilganligiga yaxshilab e'tibor beringlar, chunki bu narsa o'ynab ketib tushib qolmasligi mumkin, lekin kadringlar qimirlab ketsa, sizlarning balanslaring, ya'ni kalibrovkalaring o'zgarib ketadi. Shuning uchun buni yaxshilab qotirib olganinglardan keyin buni mana bu yoqdan boshlab bu tarafidan emas, bunaqasiga qotiramiz va bu yerda ham xuddi shunaqa qulflar bor. Mana ko'rishinglar mumkin, qulfni ochib qo'yganman men. Mana qulf ochiq turibdi. Buni ochiq holatda qo'ysanglar, ichiga tushadi mana bu yoqdan. Rails iziga tushadi. Iziga tushgandan keyin bundoq surib qotirasizlar va buni qulflab qo'yasizlar. Yechish esa juda oddiy. Mana men buni yechasizlar. Yechganinglardan keyin lekin mana oxirigacha yechilmaydi. Nimaga? Chunki bu xavfsizlik nuqtai nazaridan qilingan. Mabodo sizlarning qo'lingizga tegib bunaqasi bo'lib ketsa ham tushib ketmaydi kamera. Chunki bu yoqda mana bu yoqda bitta lock knopka bor. Qachonki mana yechganinglarda ham buni mana bu lock knopkani bitta bosib turib keyin yechiladi. Ko'rdinglarmi? Juda xavfsizlik darajasini o'ylab ishlagan. Buni qotiramiz va shu bilan bizada o'sha o'rnatib oldik. Endi biz buni bu shu bilan ishlatish kerak degani emas. Shu bilan bizani demak nastroykamiz bo'ldi degani emas. Keyin e'tibor beringlar, har doim Roninni kamerani o'rnatib ustanovka qilishdan oldin undagi keraksiz jihozlarni olib tashlaylik. Masalan, bizga nima kerak emas? Albatta, kirishga kerak emas. Bu juda ham ko'plab operatorlari o'zimda ham bir necha marta bo'lgan. Mana shu narsa qolib ketib turib nastroyka qilish. Bu nimaga olib keladi? Vazn bu ham 5 gram bo'lsa ham, 10 gram bo'lsa ham buni vazni albatta ahamiyatga ega. Bunda monitorni shunaqa narsa qilsanglar ham bo'ladi. Monitorni ochib turib, agar monitoringlar sizlarniki ham mana shunaqa yonga ochiladigan, masalan, bunda S3 model bo'lsa, S3 da yoki FX da bo'lsa, yoniga ochib turib nastroyka qilsanglar ham yana ham yaxshiroq bo'ladi. Yana ham yaxshiroq Roninlar ishlashiga yordam beradi. Mana ochib qo'yib syomka qilamiz. Ochib turib kalibrovka qilamiz. Endi o'rtoqlar, baribir uni o'tirib nastroyka qilish, endi ba'zi bir xil o'rnidan turib nastroyka farqi yo'q. Qanaqa nastroy o'tirasizlarmi, turasizlarmi, u ahamiyatga ega emas. Xullas, buni birinchi nastroyka qilsanglar, boya aytdim, 3 ta motordan tashkil topgan. Birinchi tepadagi motor mana qolgan motorlar qulflangan holatda turadi. Mana agar ko'rishinglar mumkin. Mana bitta pastidagisini bu yerga surib qo'ysak qulf bo'ladi, bu yerga qilsak ochiq bo'ladi. Qulflaymiz. Mana qulflandi. Bu yoqdagi motor mana ochiq bo'ldi, qulflandi. Endi qaranglar, mana birinchisini ochamiz, nastroyka qilishni boshlaymiz. Qaranglar, mana buni tepaga ko'tarasizlar mana. Buni mana bu holatda qolsanglar ham bo'ladi. Mana bunda ushlasanglar, bu yerga ketib qolyaptimi? Demak, buni sal bu yoqqa sursanglar bo'ladi. Bundoq qilsanglar bu yerga ketyaptimi? Demak, buni mana o'rtaga olib kelasizlar. O'rtaga olib keldinglarmi? Bo'ldi. Mana olib kelishdan oldin lokdan yechasizlar. Mana lokka yechamiz. Lokdan yechamiz va mana bitta salgina burasini o'zi buraydigan narsasi bor, qaranglar. Buni burasanglar oldiga orqaga ketadi. Ishlatib ko'rasizlar. O'rtaga keldimi? Bo'ldi. Endi tepasi. Tepa buni yechasizlar. Mana qaranglar, uji tashlordan ketib qoladi. Mana. Ketib qoldi. O'shaning uchun mana yechamiz va buni mana shu o'zi muallaq holatda turgancha nastroyka qilamiz mana. Turgancha suramiz. Uji bu yoqqa ketib qoldi. Demak, sal orqaroq qaytaramiz. Uji keldi joyiga, to'g'rimi? Endi qotiramiz. Обязательно mana shu narsa qotirish kerak. Chunki buni buragichini qotirmasanglar, sizlar Roninlar nastroykasi buzilib ketadi, o'zgarib ketadi. O'shaning uchun iloji boricha yaxshilab qotiringlar. Ko'ramiz bu yoqni. Bu yoqqa ketib qoldimi? Demak, yana buni bitta qolamiz. Oldiroqga suramiz. Qayta ko'ramiz. Qachon mana shu ideal bo'lgancha, demak biz mana buni ham ochib qo'ydik. Buni ham ochib qo'yish esingizdan chiqmasin. Agar bunaqa bo'lsa, yaxshiroq bo'ladi. Ochmasangiz ham bo'ladi. Endi o'zingizlarga qarab, yanada ideal chiqishi uchun mana ko'rishimiz mumkin. Bo'ldi. Bu nastroykasi keldi. Bo'ldi, buni qulflaymiz. Buni qulflaganimizdan keyin ikkinchi motorga o'tamiz. Mana ikkinchi motor. Ikkinchi motor buni qulflab olamiz, обязательно. Bu motorni qilib bo'ldikmi, mana qulflab qo'yamiz. Bu motor qotdimi, endi ikkinchi motorga o'tamiz. Ikkinchi motorga o'tganimizda buni ham nastroykasini ochib olamiz. Nastroykani ochib olamiz mana. Uji ketib qoldi, ko'rasizlar? Demak, buni bu yoqqa surishimiz kerak. Yana ketib qoldi. Demak, yana ozgina suramiz.
Yana ozgina ketyapti. Buni yana yaxshilab qotirib olamiz. Ko'rishingiz mumkin mana. Juda yaxshi holatda buni bajarib oldik. Keyin yana bitta narsasiga e'tibor beringlar. Bu narsasi qotsa ham mana bunda hozir уже bir xil paytlarida mana ko'rsataman. Mana shu holatda qotib qolishi mumkin. Bunaqa holatda qotsa mana buni tepaga ko'tarasizlar, уже mana izidan chiqadi va bu yoqdan qotirib, buni qotirib qo'ysanglar bo'ladi. Yoki yana yaxshi qotmadi, sezyapsizlar, demak buni yana tepaga ko'tarsanglar bo'ladi mana. Bu anaqada bolt o'zi shunaqa, prujinali tepaga ko'tarilib, boshqa izidan solib, kulchi o'zida, bu boltni kulchi o'zida desa ham bo'ladi bunda. Qotirib joyiga solib qo'yasizlar va bizda demak hozir ikkita motorning nastroykasi bo'ldi. Endi oxirgisi qoldi. Oxirgisini qanaqa nastroyka qilamiz? Ko'pchilik bu motorni nastroyka qilmaydi. Bu motorni iloji boricha mana shu holatda yonga ushab turib ochasizlar. Mana ochganingizda qatga ketadi. Bu ham xuddi shunaqa boyagilarga o'xshab yonga chetga ketmasligi kerak. Bu men bundan oldingi syomkada menimcha nastroyka qilib qo'yganman, o'shaning uchun sizlarga buzib ko'rsatib beraman. O'shanga to'g'ri ko'rsatyapti menimcha. Mana bunni ko'rishi mana. Endi ko'ringlar. Mana aylanib ketadi. Demak, buni mana xuddi shu holatda qotirib olasizlar. Ko'rayotgan bo'lsa agar mana xuddi shunaqa ushab turasizlar. Ketib qolibdimi? Demak, bu oldinga tashlayapti, orqaga qaytaramiz. Mana bunda mana qaranglar, juda qattiq kelyapti. Nimaga? Chunki men buni yana bo'shatish kerak. Buni bo'shatish uchun boyagidek kulchni tepaga ko'taramiz. Kulchni tepaga orqaga qaytarib, pastga tushirib, yana bir olamiz. Ana juda bo'shadi. Endi buni bemalol orqaga mягкий sursanglar bo'ladi. Yana tekshirib ko'ramiz. Yana ketyapti. Demak, yana orqaga suramiz. Qayerga ketsa shunga teskari, masalan, oldinga ketyaptimi, orqaga mana o'sha joyiga keldi. Joyiga kelgandan keyin yana lokka qotirib qo'yasizlar. Tekshirib ko'ringlar yana, o'zgarib ketmadimi? Mana joyiga keldi. Nastroykalar joyiga keldi. Bu yaxshi qotmadimi? Ko'rishingiz mumkin. Agar yaxshiroq qotmagan bo'lsa, yana boyagidek kulchi bitta ko'tarib, yana qaytarib, yana qotirsanglar bo'ladi bemalol. Buni yaxshilab qotirishiga e'tibor beringlar, chunki bu sizlarni ustida shuncha og'ir narsani ko'tarasizlar. Bu arzon turmaydi, bilasizlar texnikalar. Bu yertagi sizlarga yaxshi oqibatga olib kelmaydi buni yaxshi qotirmaslik. Bu nastroykasini bo'ldik, endi kalibrovkasiga o'tamiz. Qani? Normalmi? Manualniy nastroykasini qilib bo'ldik, ya'ni bularni balans nastroykasini qildik. Endi buni motor taraflama ham nastroyka qilishimiz kerak. U qanaqa bo'ladi? Mana bu holatga qo'yib bo'lganingizdan keyin endi sizlarda muammo tug'ilmaydi. Agarda mana shu nastroykalarni to'g'ri qilmasanglar, kamera bu Roninni ishlatgan paytingizda o'ynab ketadi, kamera qaltirab qoladi. Agar sizlarda xuddi shu holat kuzatilgan bo'lsa, demak sizlar nastroykasini noto'g'ri qilgan bo'lasizlar. Mana o'ng tarafdagi yoqadigan knopkani bosish orqali yoqib olamiz mana. Ovoz chiqadi va mana ekranda yozuv chiqdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizda hech qanaqa agar nastroykamiz xato bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda qaltirashi mumkin yoki yana bitta sabab bilan qaltirashi mumkin. Agarda bundan oldin qilingan nastroykada uni parametrlari bo'ladi. Uni masalan har bitta motorga o'zi belgilangan miqdorda kuch beradi, tok beradi. O'sha tok ortib ketgan bo'lsa, masalan bundan oldingi nastroykamiz vertikalni olingan bo'lsa, unda demak bizaga bunaqasiga bu motorga kuch kamroq tushadi. Shuni hisobiga yoqqan paytingizda qaltirab qolishi mumkin. O'sha paytda agar sizlar nastroykani rostdan to'g'ri qilgan bo'lsangiz, qo'rqmanglar va buni ushab turib, sirazu mana kalibrovka knopkasini bosish orqali bemalol mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Tepada motor parametrlari knopkasi, ko'ryaptimi, qarang. Knopkasi va bu knopkasi mana albatta buni faqat ko'tarib yormanglar. Mana joyiga mustahkam o'rnashgan yoki qo'lingizda yaxshi ushlagan holatda bu knopkasini kirasizlar va anaqasini bosasizlar. Start calibration'ni bitta bosasizlar bo'ldi. Va bu o'zi tegmaysizlar, mana bu yerda calibration ketadi, ya'ni kalibratsiya jarayoni ketadi. Bu foizda 100 gacha to'lib o'zi to'xtaydi. Bundan hech qanaqa qo'rqmanglar, nimaga qaltiryapti, nimaga bunaqa bo'lyapti demanglar. Chunki bu hech nima qilmaydi, chunki motorlarni o'zi tok berib nastroyka qilyapti. O'sha boyagi narsaga yana ahamiyat beringlar. Agarda sizlar bu nastroykalarni to'g'ri qilsanglar ham, masalan, qaryapsizlar ketmayapti, yonga ham, orqaga ham, tepasi ham ketmayapti. Lekin yoqqan paytingizda qaltirab qolyaptimi? Demak, yo'q, men to'g'ri qilmayman demanglar. Misol uchun, ko'p paytlar aslida rostdan ham agar to'g'ri qilgan bo'lsanglar, bu qaltirashi mumkin.
Unda nima bo'ladi? Unda bundan oldingi qilingan kameraning hajmi kattaroq bo'lishi mumkin. Bir xil masalan mikrofonlar, masalan kattaroq obyektiv taqish mumkin yoki kichkina 50 mm lik obyektiv taqish mumkin. Shunaqa holatda ham bu qaltirab qoladi. Nimaga? Chunki bunga kelayotgan motorlarga kelayotgan tok past bo'lgani uchun buni, ya'ni konfiguratsiyalari mana ko'rishingiz mumkin mana. Tiltda 30, 40, pan 51. Xuddi mana shu toklar kelyapti. Bu endi qanaqadir men tok deb aytolmayman. Endi bu tok deb deyilmasligi mumkin. Qanaqadir boshqa nomi bo'lishi mumkin. Men noto'g'ri aytayotgandirman. Lekin buni ko'rsatkichlar, masalan, tiltni ko'paytirib qo'ysam, demak bunga sal kuchliroq keladi, misol uchun. Yoki buni yana bitta nastroykasi bor, hozir men sizlarga ko'rsataman. Buni ichidan nastroyka qilishdan tashqari telefoningizda ham nastroyka bemalol qilsanglar bo'ladi. Buning uchun sizlarga xuddi mana shu mana bu DJI Ronin degan programma kerak bo'ladi. Xuddi mana shu rasmdagisini Play Marketdan ham, App Storedan ham bemalol topa olasizlar. Mana buni o'rnatasizlar. O'rnatganingizda internetingizlar o'chib bo'lsa ham hech nima qilmaydi. Faqat Bluetoothingizlar yoniq turishi kerak. Bluetoothingizlar yoniq turgan holatida nima qilasizlar? Hozir bu yerda ulaydi o'zi. Agar men reconnect qilaman buni device bu hozir o'chirdim mana. Mana xuddi shunaqa chiqadi. Endi connect deb chiqadi. Bu connectni bosganingizda o'zi sразу Roninni topadi. Yonida Roninni oldida tursanglar, Ronin yongan bo'lsa, Ronin o'zi avtomatik topadi va buni topgan paytingizda hamma Roninda parol bo'ladi. Hozir bu yerda bu Roninga kirganim uchun parol so'ramayapti. Unda parol chiqadi 1 dan 8 gacha, ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 8 bo'ladi. Xuddi shu parol. Hech qanaqa hech kim o'zgartirib qo'ymaydi bu parol. Masalan, bir xil shaxsiy bo'lsa, mabodo o'zgartirib qo'yish mumkin, lekin agar sotib olsanglar ham paroli bo'lsa, qo'rqib yurmanglar, nimaga buni paroli bor. Buni paroli 1 dan 8 gacha terasizlar bo'ldi. Shunda OK bosib kirib ketasizlar va buning ichida ham nastroyka qilsanglar bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ko'ryaptimi? Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda oldingi Ronin S'larda balans test degan narsa bo'lardi. Hozir bu narsa yo'q. Buni o'rniga mana bu user profil bor. Ya'ni bu o'zingizlar uchun profilni, ya'ni mana bu o'zini nastroyka qiladigan joylari bor. Buni o'zingizlar uchun nastroyka qilsanglar bo'ladi. Bunga ham kirmaysizlarda, bu yerda motor parameters degan joy bor. Motor parametersga shunday kiramiz va bu yerda ikki xil oyna chiqadi, yana basic, yana keyin bundan keyin advanced darajada motor kalibrovka nastroykalari chiqadi. Birinchisida mana birinchisini shunda avtokalibrate deb bossanglar, yana boyagidagi nastroyka qilishni boshlaydi. Yana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Tilt, roll, pan. Yana xuddi shu motorlar, masalan, bu motorimiz pan bo'ladigan bo'lsa, bunimiz roll bo'ladigan bo'lsa, tepasidagi tilt hisoblanadi. Ya'ni bu bunaqa kamerani qimirlashini yordam beradi. Bu esa bu yoqqa yordam beradi va bunisi yonda, ya'ni gorizontal bo'ylab qimirlashiga javob beradigan motorlar. Bundan tashqari mana basic deb motorni nastroyka qilganlaringdan keyin ikkinchisi advanced darajada ham albatta kalibrovka qilib qo'yishinglar kerak, chunki bu sizlarga yanada sifatliroq ishlatishinglarga yordam beradi. Mana yana avtokalibrate deb bosamiz. Advancedda ham birinchisini qilib bo'ldik, endi ikkinchisiga o'tamiz, ya'ni stiffness, ya'ni bu qattiqlik motorlarni, ya'ni bu nimasiga javob beradi? Qarab turinglar, masalaga hozir bitta narsani ko'rsataman. Agarda men bu har bir motorni mana 30 da turgan bo'lsa, men buni kamaytirib qo'yadigan bo'lsam, 7 ga qo'yapmanmi? Demak, mana bu motorim mana slaviy bo'lib qoladi. Ko'ryapsizlarmi? Sal bursam ham qimirlab ketyapti. Buni agar o'chirib qo'yadigan bo'lsam mana. Agar buni yana pastga qo'yib qo'yasam, hammasini pastga qo'ysam mana. O'zi yurgan paytingizda agar Roninlarda o'zi qimirlab ketyaptimi? Demak, sizlarda mana shu motoringlar xuddi mana shu stiffnessni nastroyka qilinmagan. Mana ko'ryapsizlarmi? Ronin bunaqa turmaydi o'zi aslida. Xuddi mana shu narsani nastroyka qilish, mana buni nastroyka qilish xuddi shu parametrlarga javob beradi. Bir xilla bo'ladi, bir marta nastroyka qilib qo'yadi, 50 ta syomkaga yuraveradi. Uni deydi bir xilla flomaster chizib qo'yadi. Bunda emas, chunki kameraning ustiga mikrofon taqishinglar mumkin, bir xil paytlari nastroykasini o'zgartirishinglar mumkin. Masalan, hozir men 24/105 nastroykada qildim. Men bunda endi asosan 24 olaman. Agarda men 24/105 ga yaqinlashtirib oladigan bo'lsam, buni nastroykasini shtativ, men bu obyektivimni 50 ga qo'yib turib nastroyka qilishim kerak. Hozir men buni 24 ga prosta ko'rsatib berdim sizlarga. Agarda buni o'zgartirib nastroyka qiladigan bo'lsanglar, men bu obyektivlarni 50 ga tortib turib nastroyka qilishinglar kerak bo'ladi. Mana hozir ko'rib olsanglar, mana juda bo'sh, mana kameranglar ham qimirlab ketadi. Endi men strengthni ham mana o'zgartirib qo'yaman, qaranglar. Pasaytirib qo'yaman, qanaqa bo'ladi? Vashshi tub anaqa bo'lib qoladi. Ko'ryapsizlar mana. Bunaqa qilish mumkin emas Roninni. Endi buni xuddi mana shu kalibrovka, mana shu tamoyillariga, ya'ni mana shu motorlariga javob beradigan narsa.
Ko'pchilik bu narsasiga qaramaydi. Masalan, ko'p o'zim uchratib qolaman, videograflarni Runini ushlab ko'rsangiz, Runini ketyapti. Runini qimirlab boshlari ani u yoqqa bu yoqqa qimirlab ketyapti. Unaqa qimirlash mumkin emas, chunki bu Runin именно mana shu parametrlarga javob berish kerak. Ya'ni plavniy olib berishi, bu yoqqa o'ynamasligi va bunaqasiga o'ynab ketmasligiga javob berish kerak. Agarda sizlar nastroykasini to'g'ri qilsanglar, unga umuman sizlar unaqa holatlarga yo'l qo'yilmaydi. Mana hozir mana ko'rasizlar, nastroyka qilib bo'lgandan keyin mana boya sizlarga bo'shab tashlagan holatimni ko'rsatdim. Mana endi buni avtonastroyka qilaman, o'zi avtokalibrate qiladi, o'zini bu hajmiga qarab, og'irligiga qarab o'zi ideal nastroyka qilib beradi. Kalibrovka bu albatta. Hozir nastroyka jarayoni tugaydi. Mana endi ko'rishinglar mumkin, Runin 1 grammga qimirlamaydi. Agarda Runininglar mana bitta ko'rishinglar mumkin. Ozgina ustida ortiqcha narsani sezsa yoki mana qo'lni sezsa, mana qarab ko'rishinglar mumkin, qizaryapti o'zi. Ko'ryapsizlarmi? Hech qachon keyin esinglarda bo'lsin, hech qachon Runinni mana bu joyidan boshlab tepa qismiga tegib bo'lmaydi. Masalan, bu yoqdan ushlab bo'lmaydi. Pastini qo'yib olib turib, bu yoqdan ushlab qolsanglar nima bo'ladi, bilasizlarmi? Mana. Ko'ryapsizlarmi? Aylanishni boshlaydi. Chunki bu joyda motor bor. Motor doimiy ishlab turadi. Motor именно mana shuni qayrilib ketmasligiga, buralib ketmasligiga javob beradi. Sizlar bu yog'idan ushlab qo'ygan kuninglar, Runininglar buzilgan kun desa ham bo'ladi. Hech qachon esingizdan chiqmasin, mana bu joyidan boshlab, o'zi uzilgan joydan boshlab hech qachon tegmanglar. Sal ozgina tegishinglar mumkin, lekin qattiq kuch bilan u yog'idan ko'tarib ishlatishinglar mumkin emas, aslo mumkin emas. Buni nastroykasini qilib bo'ldik. Endi buni parametrlariga kelamiz mana. Bu yoqda bizani 3 xil menyumiz bor. Endi bu Runinlarda hozirda 3 ta PTF, PF, FPV deb bo'lib qo'ygan. Ilgarilari mod 1, mod 2, mod 3 bo'lardi. Endi mana eng pastda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda FPV, ya'ni FPV da bu uchala motor birdaniga ishlaydi. Ya'ni buni burilish, buni u yoqqa bursanglar mana bunaqasiga aylanadi, bunaqasiga buriladi. Bunda uchala motor mana pastga, tepaga bemalol qimirlaydi. Buni sizlar mana bu menyuni pastga, eng pastiga FPV ga qo'yish orqali bajarasizlar. Yana bitta sizlarga zo'r nastroykasini, agar bu mamlaqa qiyshayib qolib yoki bunaqa bo'lib qolsa, buni tez nastroyka, tez dastlabki holatiga qaytarish kerak. Tez dastlabki holatiga qaytarish uchun mana bu knopkani 2 marta bossasizlar bo'ldi, o'zi dastlabki holatiga qaytadi. Bu FPV nastroyka qachon kerak? Masalan, ko'rishinglar mumkin, bir xil mashinalar bundoq borib syomka qiladi, bundoq orqaga qaytib turib 360 qilib syomka qiladi. Ya'ni gradusini o'zgartirib syomka qilish uchun juda foydali bo'ladi. Agar yo'q, menga oddiy kerak, masalan, oddiy plavniy olaman desanglar, sizlarga maslahatim PF ishlatasizlar. Bunda mana PF da faqatgina bitta motor, ya'ni bu motor ishlaydi. Faqatgina bu motor bu yoqqa bunda bursanglar, bu yoqqa bursanglar, bu yoqqa. Yo'q, menga tepaga ham ko'tarish kerak-ku desanglar, mana joystigi bor. Joystigida davremiya mana bu knopkasini pastga surib qo'yish orqali tepaga yoki pastga bemalol davremiya syomka paytida ishlatib ketsanglar bo'ladi. Yo'q, menga undan ham masalan qanaqadir roliklar, masalan qanaqadir to'y bo'lishi mumkin yoki qanaqadir nimadirlar olman, menga ko'proq tezroq qilishim kerak, bunisini bosib o'tirmayman desanglar, buni PTF ga qo'yasizlar, ya'ni pan tilt motorlarini ishlatadi. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Pan bilan tilt motor ishlaydi va buni oqibatida mana kadrlarni buni tepaga ko'tarsanglar, kamera ham tepaga ko'tariladi, buni pastga qilsanglar, pastga qiladi, yonga bursanglar, yonga buriladi. Xullas o'rtoqlar, sizlar bilan shunday qilib Runinni nastroyka qilishni o'rgandik. Yanada izohlarida yozib qoldiringlar. Yana sizlarga Runin bo'yicha qanaqa darslar o'rgatay yoki qanaqa qaysi joylarda tushunmayapsizlar, nima muammolar bor, hammasini bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Men iloji boricha qo'limdan kelgancha sizlarga yordam berishga harakat qilaman. Shuning bilan o'rtoqlar, bizning darsimiz tugadi.